Bugun ajoyib ish bo'ldi. Hali shu haqda yozgan edim. Ba'zi bir kishilar izoh so'rabdilar. Bu yerga sal izohga ehtiyoj bor. Nima degani bu? Voqea shunday bo'ldi. Haram Sharifdan chiqib bir ish bilan do'konga kirdim. Do'konga kirib, ishlarimni bitirib boshqa bir do'konga shunday eshigidan hali kirmagan edim. O'zbek yigitlar turishgan ekan. Haligilarni ko'rib, tabiiyki assalomu alaykum deb ochiq yuz bilan salom berdim. Salom bersam, bular birdaniga o'zgarib qoldi. Uchovi ham bir xil o'zgardi. Yuzi haligi ko'kimtir rang olib, bittasi yoshrog'i sal pasavolda menga qaramadi, yonboshga qarab, mushrik dedi. Shu gapni yozgan edim. Keyin men u yerdan ishlarimni bitib ketdim. Uyga kelguncha ishonsangiz, yuzimda shunaqa bir mamnuniyat bor. O'zimda eplolmayapman. Shunaqa xursandman. U meni so'kkaniga emas, meni Alloh shunaqa qilib qo'ymaganiga. Bu yerda do'stlarimizdan savol bo'pti. Siz nega xursand bo'ldingiz? Odamni mushrik deb so'ksa xursand bo'ladimi? Yo'q, mushrik deb so'kkaniga xursand bo'lmadim. Mushrik deb so'ksa xursand bo'ladim odam. Men ham shunaqa bo'lib qolishim mumkin edi. Nega? Biz ikkovimizda nima farqimiz bor? U ham Robbisini deb yo'lga chiqqan, namoz o'qiydi, roza tutadi, farzandlarini dindor qilib katta qilishga harakat qiladi. Shunaqa yo'ldagi odam. Men ham shu yo'ldagi odamman. Men bilan uni farqi, alhamdulillah, Alloh taolo menga xavfsiz aqida, e'tiqod nasib qildi. Bizni ahli sunna val jamoa aqidasi Imom Moturidi o'rgatgan ta'limot bo'yicha hech qachon musulmon odamni, ahli qiblani sen mushriksan deb so'kmaymiz. Endi bularni haligi nima deydi, riskni qarangda. Men nimada yozuvda ham ta'kidlagan edim, men ihromda edim va ularga salom bergan edim. Musulmonchilikning ikkita eng yuqori alomatlari turibdi ularning ro'parasida. Biri ihromda, ya'ni mushrik odam ihromda turmaydi-ku, Haram Sharifda, Ka'bani oldida. Ikkinchisi salom beryapti. Xudoy taolo Qur'onda alohida ta'kidlagan, sizlarga salom bergan odamni musulmon emassan demanglar degan. Xo'p, endi xavfni qarang. Payg'ambarimiz alayhisalom aytganlarki, qaysi bir odam boshqa bir odamga ey mushrik deb aytsa, aniqki ikkovidan biri mushrik deganlar. Nima zarur? Nima zarur shu odamlarga boshqa odamni mushrik deb aytishlar? Axir buni orqasida o'zlari bilmay turgan narsa bor. Ya'ni kishini ko'rinishiga qarab musulmon deb o'ylaysizda. Uni ichi o'ziga va Allohga ayon. Ammo ko'rinishidan musulmon bo'lib turibdi-ku, nima qilasiz? Kofir deb, mushrik deb. Sababi, agar u Allohning nazdida musulmon bo'lsa, aytguvchi kofir bo'ladi. Yoshligimizda o'qigan bir ajoyib narsa bor. Aqida bilmagan shaytoni eldur, agar 1000 yil amal deb qilsa yeldur. Bir odamni diniy tushunchasi xato bo'lsa, u shaytonga ahl bo'lib qoladi. 1000 yil ibodat deb qilsin, yel bo'ladi. Shamoldek uchib ketadi. Qarangki, o'sha odamlar mendan ko'ra islomga ko'proq amal qiladigan odamlar. Ibodat jihatidan. Mendan ko'ra ko'proq namoz o'qiydi, mendan ko'ra ko'proq Qur'on o'qiydi, mendan ko'ra ko'proq tahorat bilan yuradi, mendan ko'ra ko'proq obodroq kechasi tahajjudga turadi. To'g'rimi?
Ularni ko'rinish haqida ham bilasiz. Payg'ambarimiz alayhissalom ham o'zlari xabar berganlar. Ularni ko'rinishini ko'rib, ya'ni peshonalari sajdani ko'pligidan qorayib ketadi. Ularni Qur'on o'qiganini ko'rib, siz o'zingizni yomon ko'rib ketasiz. Hadisda shunaqa keladi. Shunaqa odamlar chiqadi. Ularni ibodatini ko'rib o'zingizni yomon ko'rib ketasiz. Lekin e'tiqodida tushunchasida xato tushuncha bor. Narigi odamlarda hammasini mushrik deb o'ylaydi. Bitta savol so'rabdi, nega sizni nima aybingiz bilan mushrik degan deb so'rabdi do'stlarimiz. Diniy e'tiqod degan atama bor dinda, diniy tushuncha. Diniy tushunchani menga o'xshagan, sizga o'xshagan avom xalq Qur'on va hadisdan olishga qiynalamiz. Chunki zo'r bilmaymiz-da. Qur'on va hadisni o'ta zo'r bilgan odamlarga ergashish bizga qulayroq. Masalan, fiqhda Hanafiy mazhabiga ergashamiz. Bular Qur'on hadisni ko'proq yaxshi bilgan va eng to'g'ri yo'ldagi odamlar shular deb o'ylaymiz. Endi diniy tushunchalarni bergan odamlar bor. U fiqhdan boshqa diniy tushuncha deganimiz Alloh haqida, oxirat haqida, jannat, do'zax haqida bizga tushuntirib bergan odamlar bor. Masalan, Samarqandda bir kishi o'tganlar. U odamni xalq Imomi Moturidi deb taniydi. U odam o'zini sohasida olim emas, olimlarning imomi bo'lgan. Qur'onni tushunish bo'yicha, hadisni tushunish bo'yicha olimlarning imomi bo'lgan. O'shaning uchun u kishini imom deb atashadi. Imomi Moturidi. Bu laqabni u kishiga o'zbeklar bermagan yoki samarqandliklar emas. Butun dunyo ulamolari u kishini Imomul Huda deb atashadi. Hidoyat imomi deb atalgan odam, shu odam samarqandlik odam, shu odam bizga o'rgatgan. Alloh haqida mana bunday tushunchaga ega bo'lishing kerak, Alloh haqida bunday o'ylashing kerak, Qur'on haqida bunday o'ylashing kerak deb o'rgatgan. Moturidi e'tiqod deb keladi shunga. Hozir bir toifa chiqqan, bizni o'zbeklarda ham, qozoqlarda ham, qirg'izlarda ham, tojiklarda ham, turklarda ham, arablarda ham bor. Imom Moturidiyni va u kishiga ergashgan, u kishi tushuntirgan tushuncha bilan tushunchaga ega bo'lgan odamlarni hammasini mushrik deyshadi. Gap menda emas, sizda ham gap. Ya'ni Moturidi aqidasida ega bo'lgan ahli sunnani hamma odamlarini namozxonni qo'ying, namoz o'qimaganni qo'ying. Namoz o'qimaydigan odamni, ro'za tutmaydigan odamni to'liq mushrik deydi ular. Namoz o'qiydigan, ibodat qiladigan, imom bo'lgan, olim bo'lgan kishilarni mushrik deyishadigan odamlar bor deyapman-da. Men nega shukr qildim? Sizga ham tavsiyam shu. Alloh shunaqa qilib qo'ymaganiga shukr. Alhamdulillah. Odamlarni orqasidan kovlab, aybini qidirsangiz hamma aybi topiladi-ku. Mushrik deb, kofir deb, u deb, bu deb yurishimiz ham mumkin edi-ku, to'g'rimi? Xudo saqlasin. Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar, odamlarni orqasidan tushib aybini qidirmanglar. Sizlarning orqalaringdan Alloh tushib qolmasin. Gapni qarang. Odamlarni orqasidan tushib, aybini qidirib, ularni hijolat qilib qo'yishga harakat qilmanglar. Sizlarni orqalaringdan Alloh tushib qolmasin. Agar orqalaringdan Alloh tushib qolsa, sizlarni uylaringizni ichida sharmanda qiladi. Ko'rdingizmi? Shuning uchun menda bir qalbimga tugib olgan, o'zim ham yaxshi ko'radigan bir narsa bor. Sizga ham illaman. Bu nasihatni menga namanganlik ustozimiz Umarxon domla aytgandilar.
Abdul Fattoh Abu G'udda degan kishidan iqtibos qiladilar. Alloh menga bergan eng buyuk ne'matlardan biri shuki, hayotimda biror marotaba ahli qiblani kofir demadim. Ahli qiblani yomon ko'rmadim, kofir demadim. Emas. Hayotimda biror marta ahli qiblani yomon ko'rmadim. Nega? Men bir odamni yomon ko'rib hayot kechirsam-u, erta qiyomat qoyim bo'lsa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning oldilariga shoshib borsam, menga ham shu yerda nasib bo'lib qolarmiki joy desam, haligi odam Rasulullohning yonida turgan bo'lsa, nima qilaman men? Men haligi odamlarni ham yomon ko'rmadim. Alhamdulillah, hali bitta gapni gapiraversangiz o'zingizga singar ekanda. Haligi odamlarni ham yomon ko'rmadim, lekin rahmim keldi. Afsus, shunaqa qilib yashab o'tadi endi bu bechoralar deb kelyapman, ishoning, yuzimda tabassumda. Ey Xudoyim, o'zing saqlaganda. Yaxshiyam shunaqa qilib qo'ymabsan. Hay, azizlar, suhbatimizning yakunida bir narsa e'lon qilib qo'ymoqchi edim. Facebookdagi do'stlarimizga. Instagramda har kuni bir vaqtda she'riyat bazmi qilayotgan edik. Kecha bir sabab bilan qila olmadik. Bugun inshaalloh hozir shu suhbatni to'xtatib boshqatdan boshlaymiz. Facebookdagi do'stlarimizga ham e'lon. Sabotul Ojizin degan kitob o'qiyapmiz. She'riy kitob. U yerda ham bir ajoyib hikmatlar, nasihatlar. Asosiy gap, bizni eskilarimiz bu kitobni Mag'zi Qur'on deb atashgan. Qur'ondan, sunnatdan, hadisdan, payg'ambarimiz nasihatlaridan nasihat olgingiz kelsa, bizni bog'imizga marhamat. Omon bo'linglar. Alloh yaxshi kunlarda yana uchrashtirsin.